Xiyonat. 4-qism. Muallif Dilorom Qosimova. Ovozlashtiruvchi Shohsanam Baxtiyarovna. Xuddi atay qilgandek sukutda edi hamma. Bu sukut Muborakni battar titratardi. Sukut juda insonni ezadi, ichidan titratadi. Dilrozani ko'zi ko'lib, yuzida sokinlik bilan turishi Muborakni aqldan ozdiray derdi. Nima deb javob berishni bilmasdi. Komil aytgandek, Dilrozaga kimdir nimadir degan bo'lsa-chi. Namuncha ishtoniga bajarib qo'ygan boladek ko'zing o'ynamasa. Dilroza chiroyli jilmaydi. U Muborakni holatidan zavq olayotgandi. Komil akamni oldiga ishga kiritib qo'ygandim. Agar yodingda bo'lsa, boshlig'ing ular-ku. Shunga Komil akam qo'yib yubormadimi ishdan, deyapman. Ha, men gapingni boshqacha tushunibman. Muborak oldidagi dugonasi sal avval quyib uzatgan choyni bir ko'tashda ichib yubordi. Voy, Mubosh, dugonasi ko'zi o'ynab qaradi. Axir choy issiq edi-ku, dedi u Muborakni ko'zlari qizarib ketgach. Issiq choyni ichib olib, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Shoshilib ichding-da, dedi Dilroza unga sinchkov qarab. Endi quyilgan choyni ham shunday sipqorib ichadimi? Seni gapingdan chalg'ib qoldi-da xayollari. Boshqa bir dugonasi gapga aralashdi. Nega? Dilroza unga ham sokinlik ufurib turgan nigohlarda qaradi. Muborak erimni o'ynashi emas-ku, u gapimga o'zini yo'qotib qo'ygani. Dilroza nigohini Muborakka qaratib jilmaydi. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Muborak bir yutindi. Tavba denglar-ey, gapga bir dugonalari aralashdi. Dugonachiligimizga ko'z tegmasin. Bunday narsalar bizni quruqqa yarashmaydi. To'g'ri, Dilroza jilmaydi. Bizni davrada yaqinini ko'ziga cho'p suqadiganlar bo'lmagan shu vaqtgacha. Ko'rnamaklik qilmagan hech kim. Ha, shunday, kimdir shunday qilsa ham bu davrada joy yo'q unga. Boshqa bir dugonasi Dilrozani gapini ilib ketdi. Dilroza esa Muborakka ma'noli qarab qo'ydi. Bu qarashdan Muborakni uqqani, erim bilan yurganingni aytib, dugonalarimizdan ayirib qo'yaymi degandek edi. O'tirishinglar yaxshi o'tdimi? Muborakdan Dilrozani ilmoqli gaplari haqida eshitgan Komil asta so'radi. Rahmat, zo'r o'tdi, dedi Dilroza choy quyib uzatar ekan. Qo'shnimiz Malika opani eri xiyonat qilib yurgan ekan. Eshitmaganmidingiz? Dedi u eriga sinchkov qarab. Men qaydan eshitaman? Komilni ko'zlari o'ynadi. Ha, birga osh yeysizlar-ku, shunda tilidan ilinmaganmidi, deyman-da, dedi Dilroza labini burib. Birga osh yegan hammaga xotinimga xiyonat qilyapman deb chiqmaydi-ku, dedi Komil biroz asabiylashib. Xotini aniq nimanidir bilib qolganiga tobora ishonib borayotgandi. Ha, demak, erkaklar ham pinhona yurarkanda. Ba'zilar ikkitani eplayapman deb kerilar emish-ku. Bilmadim, qisqa javob berdi Komil. Malika opang nima qilibdi bu haqida bilgach? Asta so'radi Komil. Asli Malika opani qizig'i yo'q edi unga. Dilrozadan gap olish edi maqsadi. Bolalarim uchun kechirdim deydi. Dilroza lab burdi. Bir marta xiyonat qilgan odam yana qiladi. Kechirmaslik kerak edi. Sen kechirmaysanmi? Komil savol berib o'zi yutindi. Yo'q, kechirmayman. Dilroza unga sinchkov qaradi. Men xiyonatni kechirmayman. Agar mabodo qo'shnimizga havas qilib o'ynash orzusida bo'lsangiz, buni fikri yodingizdan chiqaring, dadasi. Dilrozani yuzi endi juda jiddiy qiyofaga kirgandi. Agar nimadirlar bo'lsa, shu joyida yig'ishtiring va to'xtating. Menga yetib kelgan gaplar va meni taxminlarim rost bo'lsa, bu oila o'sha kuni yo'q bo'ladi. Bu bilan nima demoqchisan? Dedi Komil tutilib. Nima demoqchi bo'lganimni bu gapni aytishimdan avval tushunib bo'ldingiz.
Meni sizga itoatkorligim ota-onam bergan tarbiyamdan. Tarbiyamda o'zini xo'rlatish joyi yo'q lekin. Dilroza turib ketdi. Komil uni orqasidan o'ylanib qoldi. U Dilrozani bunchalik qat'iyat bilan gapirganini ko'rmagandi. Tezroq Muborakni yo'q qilish kerak. Bo'lmasa o'zimga minus, dedi u asta pichirlab. Sen qo'lingdagi ishlaringni tezroq birontasiga topshirgin-da, yangi haftadan ishga chiqmay qo'ya qol, dedi Komil Muborakni xonasiga chaqirib. Nega? Muborakka bu gap yoqmadi. Dilroz aniq bir nimani payqab qolgan. Gap so'zlari boshqacha. O'tgan kuni men aytdim-ku, Muborak tasdiqladi. U pismiq bir nimalarni sezib qolgan deb aytgandim-ku sizga. Ha, shunday ekan. Shunga o'zimizga pishiq bo'laylik deyapman. Komil 20 daqiqa Muborakni aldab, avrab, kelasi haftadan ishga kelmaslikka ko'ndirib, chiqarib yubordi. Keyin o'ylanib qoldi. Muborakni yo'qotdi degani bir yashirincha mazasini qilib yurgan tarafni yo'qotgani. Dilrozani yo'qotdi degani hamma narsasini yo'qotdi degani. Qaydanam buni ishvalariga ushdim o'zi. Zulukdek yopishib olmasa edi hali. Ishga kelmasam ham kunda kunora mendan xabar olib turasiz, degan shartini aytib, keyin yangi haftadan ishga kelmaslikka ko'ngan Muborakdan osongina qutulib bo'lmaydi deb boshi qotdi uni. Dilroza kiyim olish uchun bolasini ota uyiga tashlab bozorga chiqqandi. Komilga ust kiyim ham olishni o'ylagandi. Erkak kishi o'g'ri qomat bo'ladi-ku, ko'rinishidan loyiqdek-ku, lekin kichik kelmasmikan deb o'ylanib qoldim, dedi u qarshisidagi kiyimga ikkilanib qararkan. Siz olib ketavering, katta kichik kelsa almashtirib beramiz. Doimgi xaridorlarimizdansiz-ku. Sotuvchi Dilrozani ikkilanishini ketkazdi. Rostdan ham shunday qilsam bo'larkan. Albatta, hozir sizga o'rab beraman. Sotuvchi kiyimni olib paketga solib berdi. Mana singlim. Rahmat opa. Dilroza kiyimga kelishilgan pulni to'lab olib ketdi. Komil akamni ishxonasi bozorga yaqin-ku. Olib borib kiydirib ko'rsammikan? To'g'ri kelmasa, bir yo'la almashtirib ketardim. Dilroza biroz o'ylangach, Komilni ishxonasiga boruvchi mashinalar petaki tomon ketdi. Ertaga dam olish kuni. Dushanbadan ishga chiqmayman. Sizni sog'inaman-ku. Muborak Komilni ming'irlab arxivga chaqirgandi, gaplashib olish uchun. Sababi bir oylik ta'tildan ishga qaytgan kotiba edi. U ishga qaytdi-yu, Komilni eshigiga qorovul bo'lib olgandi hisob. Endi Muborak Komilni xonasiga bemalol kirib chiqa olmayotgandi. Borib turaman dedim-ku. Komilning ko'zi Muborak atay u kelishidan oldin tugmalarni yarmini yechib olgan koftasida edi. Aql qo'ydir, nafs bo'ri, iymon esa cho'pon. Agar cho'pon kuchli bo'lmasa, nafs aqlni yeydi. Jaloliddin Rumiy. Komil ikkinchi nafsi bo'lmish hirs nafsiga yengildi. Cho'pon kuchsizlik qildi. Necha kunki o'zi bilan o'zi jang qilayotgan aqlni bo'ri yeb ketdi. Shu yerni o'zida Muborakka yopishib ketdi. Shuni kutib turgan Muborak harakatlarda ilg'orlik ko'rsatib, Komilni harakatlarini qo'llardi. Arxiv qaysi tarafda ekanini bilgan Dilroza o'sha tomon kelayotganda, eshik oldiga yetganda, ichkaridan kelayotgan ovozlardan yuragi uvushdi. Faqat bu emas. Shuncha shamomdan keyin ham xiyonat yo'lidan qaytmagan bo'lsangiz, sizni aslo kechirmayman, dedi u ichkaridagi holatni ko'ngli sezgandek o'ziga o'zi gapirar ekan. Titroq gumonlarga qarshi aqliy kurashishlar bilan eshikni ochdi. Ochdi-yu, qotib qoldi. Koftasi yarim yechilgan dugonasi, ko'ylagi oldi ochiq eri unga qotib qarab turishardi. Ko'zlari qizarib, qo'lidagi paket yerga tushib ketdi.
Dilroz. Ikki xiyonatkor ham teng aytdi uni ismini. Dilrozani ko'zlari tobora qizarib borardi. Ko'zlarida yosh qotib qolgan, tashqariga chiqmay turardi. Nima qilyapsizlar? Dedi u, ko'zlari xiyol qisilib. Shunda boyadan beri ko'zini qizartirib turgan yoshlar tashqariga sizib chiqdi. Sen bizni noto'g'ri tushunding, Dilroz, dedi Komil shoshib ko'ylagi tugmalarini qidar ekan. Ha, shunday. Bu yerda sen o'ylagan narsa yo'q. Muborak yerdan koftasini olib kiyarkan, qo'llari va ovozlari titrab gapirdi. Men shunchalik ahmoq ko'rinyapmanmi sizlarga? Yoki meni ko'zim ko'rmi? Dedi Dilroza, ko'zlarida nafrat aks etib. Senga hammasini tushuntirib beraman. Axiri Komil uni oldiga kelishga jazm qildi. Xoramga botgan qo'llaringizni menga tekkizmang. Dilroza o'zini ortga oldi. O'zingizni ovora qilib uyga borib yurmang. Endi u uyda sizga joy yo'q. Mana bu menga qiyomatligimsan deb ortimdan ish qilgan o'ynashingiz bilan endi bilgan axlatingizni tuting. Bugun hozirdan men uchun o'ldingiz. Dilroz, jonim, gapirmang. Dilroza qo'li bilan to'xta ishorasini qildi Komilga. Menga umuman yaqinlashmang. Ota-onam ming orzu havasda tanlab qo'ygan ismimni boshqani erkalagan tilingizga olmang. Boshqani o'pgan xoram lablaringiz orasidan chiqmasin men ismim. Dilroza va Komilni bu tortishuvdan xodimlar bitta-bitta mo'ralay boshlashdi. Voy, sharmanda. Nahotki boshliq xotiniga uni o'z dugonasi bilan xiyonat qilgan bo'lsa, derdi biri. Men sizlarga nima degandim? Bularni yurish-turishi bejo desam, ishonmadinglar, dedi yana biri pichirlab. Bechora Dilrozaxon. Eng yaqinlari unga xiyonat qilibdi-da. Shunday ayollar visir-visirlardan Komil va Muborak bezovtalana boshlashdi. Muborak, dedi Dilroza, unga ko'zlarini xiyol qisib qararkan. Isming shunchalar mukammalki, unga har narsa yarashaveradi-ya, dedi achchiq jilmayib. Muborakni aytarga so'zi yo'q edi. Sharmandalik muborak bo'lsin senga, dedi Dilroza lab uchida jilmayib. Bu jilmayish qanchadan qancha alamlarni yashirgandi o'z ortiga. 4-qism tugadi. Davomi bor. Hikoya haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib o'tib keting. Fikringiz biz uchun muhim. Siz aktiv bo'lib, like bossangiz, fikr bildirsangiz, hikoya davomi tezroq chiqadi. Bizga obuna bo'lishni ham unutmang.